Kelinglar. Azizlar, bu ko'rsatgan projemi o'rnak kvartiramiz. Asosiy yotoqxona juda ajoyib jihozlangan. Shkaflari ko'rib turganinglardek o'zini shaxsiy sanuzeli bor. Общий sanuzel desak ham bo'ladi. Tetskimiz, bolalar yotoqxonasi, bu yerdan balkonga chiqish bor, dengiz manzarasi juda ajoyib shaklda ko'rinadi. Mebellar vobshe ajoyib materiallardan, oxirgi modellardan jihozlangan. Ko'rib turganinglardek mana shu shaklda xolodilnik. Bular qoladi, hamma kvartirada bor. Topshiriladi shu shaklda. Duxovkalar ham markalarini ko'rib turibsizlar. Posуда mo'yishni ham vobshe ajoyib. Juda zo'r. Balkoni juda keng. Ko'rib turganinglardek zal, zalni olib oling, keyin balkondan boshlaymiz. Va shahar manzarasi ham ko'rinadi. Sitani ichi polni ko'rinadi, ko'rib turganinglardek. Bu tarafdan kelasizlar, mana azizlar, dengiz. Chiqasizlar ertalab, bir tomoninglarda shahar manzarasi, bir tomoninglarda dengiz, zelyonniy zona. Odam yashagisi keladi-da, kofeingizni ichib, shaharga bir qarab qo'yasiz, dengizga. Yana nima ko'rsatay sizlarga azizlar? Hamma narsa, hamma sharoit mavjud. Oila bilan yashaydigan juda ajoyib bir sitani ichida. O'zimizga yaqin tanishimiz ham shu yerdan uy olgan. Qo'shni bo'lasizlar, tanishtirib qo'yaman. Yaxshi insonlar, suhbatlashib, bekor vaqtda choy, kofe ichib yurasizlar. Ana shunaqa gaplar nasib qilsin, yaxshi niyat qilganlarga aloqaga chiqasizlar. Kutamiz.